Changamdan Depal S07 ni tanishtiramiz. Videorolik davomida SL03 ni videorolik davomida tanishtirib o'tamiz. Naqd pulga, rasrochkaga muddati to'lovda ham xarid qilishingiz mumkin. 1 yildan 5 yilgacha. S07 ni qorasidan azonchilarimiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana Otabek aka bilan Changamdan endi salon ichidan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Zarli yana jemchiqli 3 sloy kraska bo'ladi. Ham metall ham 70 o'z nержавейкадан yasalgan. Chirish xususiyati yo'q bo'ladi. Motori boy aytib o'tganimda 1,5 atmosferni elektr motori ham o'zini motori ham motor joylashgan. Soatlari ham 4,5 litr benzin rasxod qiladi yuziga. Bu sedani, bu sportivniy variant chiqqan o'zi ramishli oyna chiqadi. Ramkasi bo'ladi oynalarimiz, ikkitalik qalin. Bu ham baquvvat oyna, uncha-munchaga zarar etmaydi. Oyna zavodi 1867-yildan beri faoliyat yuritadi. Ya'ni dunyo bo'yicha o'sha kasrga yaqinlashish bilan ishlatganiga. Rollari elektrический rol bo'ladi. 360 kamera hamda 540 gradus kameralar bilan ham jihozlangan. Ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Xohlayman mana bunaqa kalpakli bo'ladi usti, o'zi zavodskiy chiqishi. Agar kalpakni olib tashlaydigan bo'lsangiz, ichi mana bunaqa diska bo'ladi. Seni benzin tanlamaydi hech qanaqa. Yuziga 4 litr benzin rasxod qiladi. Buni qorong'i joyda tursangiz qora ko'rinadi. Agar yorug'ligiga chiqadigan bo'lsangiz, ya'ni darkman blue ko'kimtir zar bilan ko'rinadi. Darkman blue bu chiqar ekan, quyosh tekkan joyi. Orqa spoilerlari bilan qilingan. Bagaj ochilishi ham juda chiroyli bo'ladi. Liftbek ochiladi, ya'ni to'liq laboy bilan qo'shib ochadi. 379 million 900 ming so'm chiqadi. Buni ham xuddi shunday boy aytib o'tganimizdek, naqd, avtokredit hamda rasrochkaga xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum, Surxon Media obunachilari. Bugun biz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahardan Changam moshlar sizlarga obzor qilib beramiz Otabek aka bilan birgalikda. Assalomu alaykum Otabek aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsizlar, charchamayapsizlarmi? Yaxshimisiz? Mana aka changamlarda ham ko'pchilik olib minyapti, obunachilar so'rayapti. Qarshi shaharda mana Changam moshlarni Otabek aka bilan tanishtirib o'tamiz. Naqd pulga, rasrochkaga muddati to'lovga olish mumkinmi Otabek aka? Xuddi shunday. Naqd pul, rasrochka hamda muddatli to'lovga olsa bilan hammasi. Mana naqd pulga, rasrochkaga muddati to'lovga olishingiz mumkin. Bularning kredit foizlari ham juda arzon deyapti aka, foizlari. Endi mana tashqarida moshlarimiz bor. Salon ichidan sizlarga video qilib tanishtirib o'tamiz. Video davomida batafsil tanishtirib o'tamiz va pastdagi raqamlarga bog'lanasizlar. Hurmatli obunachilarimiz, mana Otabek aka bilan Changamdan endi salon ichidan sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xo'p, mana salon ichiga kirdik. Xo'p, mana kirganda moshlarimiz turibdi, qarang. Xo'p, qorasidan deysizmi, seridan deysizmi? Xo'p, Otabek aka, bu Changam qaysi modeli bu? Xo'p, aka bu Depal S07 215 Max modeli, gibrid hisoblanadi bular. 215 km tokda, 1000 km benzinda yuradi mashinamiz. Motori 1,5 atmosferni benzin tanlamaydi hech qanaqa. Yuziga 4 litr benzin rasxod qiladi. Juda ekonomik mashinamiz. Shaharbob, ham dalniga bemalol. Buni endi podrobni tanishtirsak, Otabek aka bilan birgalikda xalqqa, misol uchun, dvigatelni ochib, motor qismlaridan, salonchilardan, o't kuchlaridan, rasxodlarni aytdingiz. Xo'p, Otabek aka, endi salonchilarda nima yangiliklar, nima o'zgarishlar bor? Xo'p, aka, birinchi navbatda ustiga e'tibor qaratsa, kraskalari zarli, yana jemchiqli 3 sloy kraska bo'ladi. Ham metall ham 70 o'z nержавейкадан yasalgan. Chirish xususiyati yo'q bo'ladi. Chirimaydi, bitta 5-10 yildan keyin ham. Xo'p, oynalarimiz bezramishli oyna chiqadi. Ramkasi bo'ladi oynalarimiz, ikkitalik qalin. Bu ham baquvvat oyna, uncha-munchaga zarar etmaydi oynasiga ham. Salonimiz polni ekanda. Xuddi shunday. Salonimiz polni naturalniy koja bilan qoplangan. Bunaqa kir raso bo'lib qoladigan bo'lsa, birdan artib tashlasa toza bo'lib ketadi. Shunga qulay qilingan, Xuddi shunday. Rollari elektrический rol bo'ladi. 360 kamera hamda 540 gradus kameralar bilan ham jihozlangan mashinamiz. Ruchkalari ham bir antiqa ekan, ha? Xuddi shunday, ruchkalari ham antiqa ishlangan, orqalari ham oilaviy mashina uchun anchagina keng. Bu salonlarni qarang. Shunday. Orqalari ham juda kengish ekan va eng qizig'i, oynalari ham orqasi ham oldiga kelar ekan, ha? Sidnalar mikrobga ham bo'ladi. Xuddi shunday. Bemalol to'g'rilab, keng, barda xohlasa tushirib qo'y, xohlasa 3 kishi o'tiradigan qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bemalol suv Panorama. Xuddi shunday panorama oyna, gazli oyna bo'ladi. Ya'ni quyoshda o'zi 70% gacha qorayadi, 50 kilagacha vес ko'taradi oynasi ham. Uncha-munchaga zarar etmaydi oynasiga. Ham bu zo'r muhitni beradi kechqurunlar tomosha qilib ketishga. Depal S07 ni sizlarga tanishtiramiz. Orqa spoilerlari ham juda chiroyli chiqqan ekan. Chiroyli ishlangan, xuddi shunday. Bagaj hajmi ham anchagina keng. 445 litr bo'ladi hajmi. Bemalol oilaviga yoki narsa tashishga ham bagaj juda keng ekan. Yana sidnalar yotqiziladi. Xuddi shunday. 3 ta sedenasi ham
to'liq yotadi. Yana uzunroq bagaj qilib qo'ysa bo'ladi buni. Nima? Buni taylarda nimalar bor? Xo'p, taylarda aka, o'zini zavodskiy omnaq suyuqligi bo'ladi. Ya'ni bu balons teshilib qoladigan bo'lsa, shuni o'zi bilan yamansangiz bo'ladi. Yo'lga qo'mar ekansiz. Xuddi shunday. O'zini nasosi bo'ladi. Bemalol shinalaringizni damlab, yana davom ettirib ketaverasiz yo'lga. Xo'p, xavfsizlik tarafdan ham yaxshi, bagajlari ham xuddi shunday bezopasliklar bilan jihozlangan. Bagaj 1,5 kilogacha bo'lsa, qaytaroq qo'l qisish holatlari bo'lmaydi bagajda ham. 4 ta oynasida ham xuddi shunday. Ko'p yosh bolalarning qo'li qolib ketish holatlari bo'lsa, oynalari bitta tegizib qaytaraveradi. Xo'p, bu diskalarga ahamiyat bersak. Xo'p, diskalari GT balon bilan, ya'ni GT balon qo'yilgan 235 55 R19 balonlari qo'yilgan. Xo'p, qarang, bu ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Xohlang mana bunaqa kalpakli bo'ladi usti, o'zi zavodskiy chiqishi. Agar kalpakni olib tashlaydigan bo'lsangiz, ichi mana bunaqa diska bo'ladi. Ikki xil. Ikki xil. Xohlang qanday, xohlang bunaqa yuring, xohlang bunaqa yuring. Xohlang kalpak qo'yib qo'ysa, xuddi mana shunday bo'ladi yoki bez kalpak bunday bo'ladi. Varianti zo'r ekan-da, qulayliklari. Xo'p, bunda kamera 540 mi? Shunday 360 540 kirasiz, ya'ni mashinangiz tay bilan ham ko'rsatadi. Tay bilan ko'rinib turadi. Otabek aka, shuni bir motor qismini ochib, oldidan bir xalqqa ko'rsatsak. Manaki faralari juda chiroyli chiqqan ekanda, oldi qismlari. Mashinada salon ichidan polni nazorat qilib ko'rib borasizlar. Hozir manaki sizlar bilan tanishtiramiz. Bu ustlari zashtasi bor. Zashtasi bo'ladi. Ya'ni buni olib kelsangiz, motor ichki qismida joylashgan. Motori boya aytib o'tganimdek 1,5 atmosferni elektr motori ham o'zini motori ham joylashgan. Xuddi shunday. Manaki bitta 2-4 porshili ekan. Xuddi shunday o'zimizda mashinalarga o'xshab yog'ini, suvlarni hamma narsani almashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Endi abijol yopiq turadi usti. Comfort motion. Ot kuchi qancha Otabek aka buni? Xo'p, mashinamiz ot kuchi 238 ta ot kuchiga ega. Batareyka hajmi 31.7 kW bo'ladi, quvvati 170 kW bo'ladi. Batareykasining hajmi 7,5-7,6 sekundda 100 gacha tezlana oladi mashinamiz bemalol. Otabek aka, hozirgi kunda buni tan narxi necha pul? Xo'p, hozir bizlarda S07 ni 3 xil pozitsiyasi bor, ya'ni 393 million 100 ming so'mdan boshlab to 442 million 700 ming so'mgacha chiqadi mashina. 3 xil pozitsiyasi bor. Buni endi sotib olish uchun naqd pul yoki rassrochka yoki kreditlar yoki muddatli to'lovlar bormi? Qanaqadir qulaylik? 3 xil usulda, xohlang naqd usulda bo'ladi, xohlang avtokredit, ya'ni imtiyozli kredit foizlarimiz ham unaqa baland chiqmaydi. Boshlang'ich 25% bilan 1 yildan 5 yilgacha avtokredit qilib olsangiz bo'ladi. Rassrochka muddatli to'lovga boshlang'ich to'lov bilan 24-36 oygacha muddatli to'lov qilib beramiz. Misol uchun rassrochkaga boshida bir 50-60% to'lov qilsa ham rassrochka bo'lsa bo'ladi. Shunday, xuddi shunday. Keyin hozir men so'rab ko'rdim, muddatli to'lovga yoki avtokredit qilsam, foizlari juda arzon ekan, a? Xuddi shunday, ha. Eng baland foizimiz 16-17% dan boshlab chiqadi. Mana zavodchilarimiz, xo'p, mashinani Otabek aka bilan tanishtiramiz. Depal S07 dan tanishtirdik. Shunday. Xohlovchilarga ana qora rangi ham bor, a? Kimdir yo qorasidan yoki serisidan olishi mumkin. Bu ham funksiyasi shunday. Shunday, rangi neobычный, buni qorong'i joyda tursangiz qora ko'rinadi. Agar yorug'ligi chiqadigan bo'lsangiz, ya'ni darkman blue ko'kimtir zar bilan ko'rinadi. Darkman blue bo'lib chiqar ekan. Quyosh tekkan joyi, mana ko'ryapsizlarmi? Bu tarafi qora bo'lib turibdi, bu tarafga quyosh tekkan joyi darkman blue, neobычный rang. Bu rang o'zgarib turar ekan, a? Xuddi shunday, ha. Buni ham narxi o'sha bilan bir xilmi, bu boshqa pozitsiya? Bir xil, bundan bitta oldingi pozitsiyasi bu 420 million so'm chiqadi. Bu 420 million so'm chiqadi. Bemalol ekranda raqamlarga bog'lanib, kelib ko'rib, xarid qilishingiz mumkin. Azamchilarimiz, manaki sizlarga Qashqadaryo avtosalonidan tanishtiramiz. Otabek aka, endi qaysi model tanishtiramiz? Xo'p, yana bizda S05 modeli ham mavjud. Bu yangi endi hozirgi ishlab chiqarilayotgan yangi modellardan bittasi. Bu ham xuddi shunaqa gibrid, motorlari ham 1,5 atmosferniy bo'ladi. Расход 435 litr. Bunda faqat asosiy katta o'zgarish dizayni o'zgargan, tashqi dizayni. Xuddi shunday Depal S05. Xuddi shunday. Salon dizayni ham ancha chiroyliroq, neobычныйroq chiqqan saloni ham. Mana salonchlari. Bu monitorlar juda katta ekan, a? Monitori ham 15.4 dyumli bo'ladi. Bemalol xohlaganda foydalansa bo'ladi monitorlardan. Koja va signallar mikrofonlari bor ekan. Xuddi shunday. Orqalari ham juda keng. Mana orqalari, tepasi ham panoramasi o'zi qoraytirilgan, zavodskiy. Xuddi shunday. 70% gacha o'tkazmaslik bo'ladi o'zini panoramasini. Orqalari juda chiroyli ekan-da. Dizayn juda chiroyli ishlangan, orqasi ham, bagaji ham anchagina katta. S05 ni tanishtiramiz. Bagaj
Sig'mi ham juda katta ekan. Taglarda har doimgidek Bu aytib o'tgan narsalarim bunday shunday mavjud. o'zini damkarati va ballonlari biron joyda qolib ketsa, suyuqligi bor ekan, bemalol manzilgacha yetib olar ekansiz. Xo'p, Otabek aka, bu endi Depal S05 ni hozirgi kundagi narxi necha pul? Xo'p, hozirgi kundagi narxi 379 million 900 ming so'm chiqadi. Buni ham xuddi shunday boya aytib o'tganimizdek, naqd, avtokredit hamda rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. Har tomonlama yangi model, yangicha ko'rinish bilan chiqqan. 379 million dedingiz. Xuddi shunday. 379 million so'm bu hozirgi aksiya narxida, Xuddi shunday, skidka narxda turibdi. Xo'p, naqd pulga, rassrochkaga kredit asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Kredit muddatlari ham, foizlari ham juda kam ekan. Buni 1 yildan 5 yilgacha olish imkoniyatiga ega. Kimdir 1 yilga yoki kimdir 3 yilga, kimdir 5 yilga mijozlarning xohishiga qarab bo'ladi. Xo'p, rassrochkaga endi minimalniy kredit, misol uchun boshlang'ich to'lov 25% to'lasa, 25% boshlang'ich to'lov bilan va aytib o'tganimdek 1 yildan 5 yilgacha chiqadi. Keyingi mashinamiz Depaldan S03 so'ragan obunachilarimiz uchun albatta. Bu Depal S03 220 Max Sport'i eng full pozitsiyasi. Bu ham gibrid, 1.5 atmosferniy, xuddi shunaqa motorlari, rasxodlari ham 4.5 litr benzin rasxod qiladi yuziga. Bu sedani, bu sportivniy variant chiqqan, o'z ko'rishingiz mumkin. Oldi ko'rinishlari ham juda chiroyli ishlangan. Sportivniy variant, xuddi shunday. Xo'p, buni oynalari ham bezramishni bittalik qalin oyna bo'ladi. Ichi saloni italyanskiy Alicantara naturalniy koja bilan qoplangan. Bu barlari juda zo'r ekan, juda chiroyli ishlangan, sportivniy qilib, sezinalari ham etib ko'rsatdi. Panorama oynasi. Panorama dakansa ekan, shunday. Dakansa panorama mana shu yerdan oxirigacha bemalol osmonni kunni kechiga bulutlarni ko'rib ketishingiz ham mumkin ekan. Ana yotgan paytlar ham juda zo'r kechiga. Mana orqalarini qarang, ko'ryapsizlarmi? Salonchilar ham qarang, o'rtasi tekisgan ham o'tirgan odam bahas o'tirar ekanda. Bemalol qisilmasdan. O'tirar ekan. Bundan keyin sifatli materiallardan ishlangan. Depal S03. Orqasi o'zi qarang, bir sportivniy Mitsubishilarga ham o'xshab ketar ekan, Xuddi shunday, sportivniy orqa spoilerlari bilan qilingan. Bagaj ochilishi ham juda chiroyli bo'ladi. Liftbek ochiladi, ya'ni to'liq laboy bilan qo'shib ochadi. Bagajni laboy bilan ko'tarib ochilar ekan. Bagaj ham bektar ekanda. 470 litr hajm bo'ladi bunda. Xohlasangiz yana 3 ta sezana o'tkazib yana o'zaro bagaj qilsa bo'ladi. Bundan xuddi aytib o'tganimdek boyagi narsalari bor o'zini. Damkarat, kulish, hamma narsasi bor ekan. Depal S03 sizlarga tanishtiryapmiz azomchilarimiz. Otabek aka bilan. Bunaka SL03 ekan, Depal SL03 modeli. Bu Xitoyning mashinalari hammasi. Shunday, Xitoy. Xo'p. Orqa spoilerlar ham juda chiroyli ekan. Mana bu stoplar sploshni yonadi. Shunday, monofara, ya'ni to'liq yonadi, juda chiroyli ko'rinadi. Bu sifatiga keladigan bo'lsa, Chang'an zavodi 1867-yildan beri faoliyat yuritadi. Ya'ni dunyo bo'yicha o'sha kasrga yaqinlashish bilan ishlatgan ekan. Hop, 57-yildan boshlab yengil avtomobil ishlab chiqarish boshlagan. Oldin katta mashina ishlab chiqargan. Xuddi shunday, har xil turdagi avtomobillari mavjud. O'sha sifat bular darajadan o'tib o'sha pishib kelgan hamma mashinalari. Otabek aka, buni endi hozirgi kundagi narxi qanday bo'lyapti? Qancha? Bu tan narxi chiqadigan 380 million so'm chiqadi. Depal S03 modelimiz. Buni ham xuddi aytib o'tganimdek, 25% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha yoki muddatli bo'lib to'lovga ham xarid qilsa bo'ladi. Xarid qilish mumkin. Xuddi shunday. Buni rasxod qanday endi buni S03 ni? Rasxodi 4.5 litr yuziga, aytib o'tganimdek, motori ham 1.5 atmosferniy bo'ladi. Benzin tanlamaydi. Hech qaysi hamma modelimiz bular benzin tanlamaydi. Xohlagan benzin 90 85 95 solayverasiz. Asosan bo'ladi. Xo'p. Benzin tanlamas mashinalar bular. Bemalol pastki raqamlarga bog'lanasizlar. Adres Qashqadaryo viloyati Qarshi shaharmi Otabek aka? Qayerda berildi? Xo'p, qarang, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar. Endi to'liqroq tushuntirib o'tadigan bo'lsam, tarafimizda podstansiyani hamma biladi. Osiyo bozor, mashina bozor ketish yo'li 45-maktab ro'paramiz joylashgan. Yonimizda Shohona to'yxona ham bor. Mana azomchilarimiz mana shu yerdan kelib, bemalol mashinalarni xarid qilishingiz mumkin. Bu yerda ham syomka jarayonlari ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana azomchilarimiz. Video yoqqan bo'lsa albatta like-chani bosib, kommentar fikrlaringizni yozib qoldiring. Depal S07 ni hamda Depal S05 ni Depal SL03 ni tanishtirib o'tdik. Qo'ldan kelgancha sizlar bilan Surxon Media kanali. Biz Qashqadaryodan avtosalonlarda reklama qilib, obunachilar uchun bir chekkadan video qilib
boramiz.